Amerika prezidenti Bayden va Xitoy prezidenti Shi Jinping tunji silliq yig'in o'tkazdi. Xabar qilinishicha, Bayden yig'in jarayonida Xitoydagi kishilik huquq vaziyatini tilga olgan. Shi Jinping bo'lsa jiddiylikdan saqlanishni talab qilgan. Bayden Xitoyning Uyg'urlarga tutgan pozitsiyasi, Hong Kongdagi demokratiya harakatini bostirish va umuman Xitoydagi kishilik huquq vaziyatiga ko'ngil bo'ladiganligini bildirgan. Ikki davlat yana bir-birining muxbirlariga 1 yillik ko'p qitim kirish vizasi berishga qo'shilgan. Dunyodagi o'zak qizil raqami kun sari ishayotgan paytda Amerika hukumatidan halqili qaror keldi. Bayden hukumati dunyodagi eng chong o'zak ishlab chiqaruvchi Intelning Xitoyda o'zak ishlab chiqarishini rad qildi. Intelning talabining bexatarlik sababidan rad qilinganligi bildirildi. Rossiya Davlat Mudofaa Ministrligining yozma bayonotida 11 oyning 15-kuni Rossiyaning olam bo'shliqidagi sun'iy hamrohning muvaffaqiyatli holda boshqarilgan bomba bilan urilganligi o'tirib qo'yilgan. Bayonotda olam kemasi 1982-yildan boshlab orbitada bo'lib, hozir mashg'ulot qilmayotidi deyilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi o'zining sun'iy hamrohini etib tushirgan Moskvaning necha ming parcha axlatning yer shari orbitasiga tarqalishini keltirib chiqarganligini o'tirib qo'ydi. Xalqaro masalalarga hal qilish chorasini tepishning o'rniga bu masalalarni texmo chegish holiga elib kelayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning Sharqi Turkistondagi ziyonkashliklarga qarshi chiqqan Uyg'ur o'qituvchilarining ismlarini Xitoy hukumatiga berganligi o'tirg'a chiqdi. Fransiyaning donglik gazeti Le Monde'dagi Emma Reel bu masalani o'tirib qo'ydi. Reel yaqinqi yillardan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining har qitimliq yig'inidan ilgari Xitoyning so'zlashni planlagan Uyg'ur va boshqa Xitoy o'qituvchilarining ismini talab qiladiganligi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu ismlarni Xitoyga beradiganligi, bu ishning 2013-yildan boshlab davomlashayotganligini bayon qildi. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning mudofaa ministrlari yig'in o'tkazdi. Yig'inda Yevropa Ittifoqining bexatarlik va mudofaa masalalari, konkret turlar va 3-davlat bo'libmi Amerika bilan bo'lgan hamkorligi qatorliq masalalarning muzokara qilinganligi bildirildi. Xitoy prezidenti Shi Jinpingning Amerika prezidenti Jo Bayden bilan o'tkazgan silliq uchrashishda Tayvanni mustaqil bo'lishga ilhomlantirishning Washington uchun o't bilan o'ynashdan derak berganligini aytgan. Yer shari vaqt gazetining xabariga qaraganda, Shi Jinping 3,5 soatlik uchrashishda Jo Baydenga bu xil urinishlar xuddi o't bilan o'ynaganga o'xshash intoyini xatarlik degan. Amerika bo'lsa bir Xitoy siyosatini qo'llash bilan birga Tayvan hujumga uchirsa yordam beradiganligini ta'kidlab keldi. Amerika texnika magnati Google kelgusi 5 yilda Avstraliyaga $740 million mablag' soladiganligini e'lon qildi. Shirkatning bayonotiga qaraganda, bu pul tadqiqot markazi qurish, bulut hisoblash iqtidorini oshirish va yerlik tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatishga ishiltildi.